oyna terlagan paytda pechkani qo'shib yuramiz-ku, oynani quritish maqsadida. O'sha quritish maqsadida qo'shib yurgan paytimizda konditsioner ham qo'shilib qolar ekanmi? Konditsioner ishdan chiqib qoldi mana shu tufayli. Aka, buni oldini olish uchun mana sovuq kunlarda konditsioner kerak emas. O'shaning uchun bu yerda olib qo'yadigan narsasi bor ekan. Qo'shilib qolyapti-da. Mana shuni olasizlar. Shuni olib kirib, o'rtadagi mana pastdagi предохранительni sug'urib qo'yib qo'yasiz aka. Konditsioneringiz ishlamay turadi. Mana issiq kunlar kelganda yana joyiga qo'yib qo'ysangiz, o'shanda yana konditsioner. Pechka konditsionerning motori bittami? Mana laboga qaratganingiz yonib qolaveradi. Yonib qolib qo'shilib qolar ekan-da. Ha, hozirgi mashinalarda hammasida qo'shilib qolyapti. O'shaning uchun shuni sug'urib qo'yadigan bo'lsangiz, bu muammoni oldi olinadi. Endi hozir remont qildirib olsangiz, mana shu narsani issiq kunlarda qo'yib turib, keyin mashina oboroti pastda turganda konditsionerni qo'shishingizni tavsiya qilaman. Aks holda shunaqa ishlamay Xullas, предохранительni sug'urib olib qo'yish kerak. Ha, shunaqaga. Bo'pti aka. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Hammaga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Mashinasi bor, jamiki tanishinglarga srochniy videoni yuborib qo'yinglar. Jigar, hali ham obuna bo'lmay ko'rsatyapsizmi? Obuna bo'lib qo'ying, bundan ham qiziq videolar hali oldinda.